Bitta bemorimni 4 yil davomida homiladorlik kuzatilmagan edi. Ularda davolash natijasida homiladorlik kuzatildi va homilani dunyoga keltirdi, ya'ni tug'ib oldilar salomat. Endi unda nima muammo? Bu menga kelyapti, bolasini injiqlanishiga, ya'ni ko'krak sutini to'liq bera olmaganiga, to'liq emiza olmaganiga va bolasi injiqlanishiga shikoyat qilib keldi. Ko'krak sutini ko'paytirish uchun har xil dorilar ichgan va borib bolasida injiqlanish yo'qolmagan va bolada nedoveska, ya'ni vesini yetishmovchiligi kuchayib boravergan. Kelinglar shu haqida gaplashamiz. Ya'ni ko'krak suti yetishmovchiligida qanday o'zgarishlar bo'ladi va bu nima oqibatga olib keladi? Shu haqida tushuntirib beraman. Men Go'zal Axrarovna, 15 yillik stajga ega ginekologman. Ko'pchilik homilador ayollarimiz homiladorlik davriga e'tibor berishadi-da, tug'ruqdan keyingi davrga e'tibor berishmaydi. Ya'ni ko'krak suti bilan emizishni o'zini qonun qoidalariga e'tibor berishmaydi. Bu esa bolaning injiqlanishiga va boladagi o'zgarishlarga sabab bo'ladi. Homilador ayol tug'ruqdan keyin normada har bitta ayolda sut kelish davri bo'ladi. Ya'ni birinchisi bu malozi va og'iz suti hisoblanadi. Bu tug'ruqdan keyin 5 kun oralig'ida keladi. Bu 5 kun oralig'ida malozi va suti eng foydali sut hisoblanadi. Ko'pchilik ayollarimiz emizishmaydi, sutim yo'q, bolani emiza olmayapman deb bahona qilishadi. Bu asosga noto'g'ri. Sababi bu malozi va sutida bola uchun eng kerakli immunitet, ya'ni tashqi muhitga moslashish jarayoni uchun kerakli vitaminlar bo'ladi. 5 kundan keyin esa og'iz suti haqiqiy sutga aylanadi, ya'ni oq rangga va suyuq rangga aylanadi. Bu normada har bitta ayolda bo'ladigan va jarayon hisoblanadi. Ayollarimiz to'g'ri emizish qanday bo'ladi? Buning uchun ayollarimiz bola yig'lagan paytda, og'zini katta ochgan paytda ko'krak sutini to'liq og'ziga solishlari kerak. Ya'ni ko'krak uchini areolasi bilan og'ziga solish kerak. Ana o'shanda bola emadi va emgandan so'ng bola o'zi qo'yib yuborsagina ko'krakni olish kerak. Olib bo'lgandan so'ng esa har bitta ayol ko'kragini, ikkala ko'kragini sutini sog'ib tashlash kerak. Bu nima uchun kerak? Bu avvalambor laktostazni oldini oladi, ya'ni sut dimlanib qolishini oldini oladi va keyingi sutni ko'p kelishiga va bolada qorni to'yishi va bolani ves olishiga yordam beradi bu. Ko'pchilik ayollarimiz esa buni qilishmaydi. Ya'ni bolam to'ydi, bo'ldi, emizmayman boshqa deyishadi-da, sutni ham sog'ishmaydi. Bu esa keyinchalik bora-bora sutni kamayishiga va bolada injiqlanishni ko'payishiga olib keladi. Agarda siz sutingiz kelmay turgan bo'lsa, unda nima qilishingiz kerak? Uy sharoitida har bitta ayol ko'proq issiq suyuqlik ichish kerak. Ko'proq suyuqlik mahsulotlarini, suyuq ovqatlar yoki bo'lmasam issiq choylarni ichish kerak bo'ladi. Bu o'z navbatida sutni ivib kelishiga yordam beradi. Bundan tashqari har bitta ayol emizib bo'lgandan so'ng ko'kragini sog'ib tashlashi va sutni ko'paytirishga sabab bo'luvchi ko'p mahsulotlarni, ya'ni tvorog, brinza, sir mahsulotlarini ko'proq iste'mol qilishlari va albatta to'g'ri uyqu rejimi bo'lishi kerak. Qachonki ayollarimiz yaxshi uxlasagina, tiniqib uxlasagina sut ham yaxshi keladi ularda. Va bundan tashqari agarda shu holatda ham sut kelishi kuzatilmasa, albatta ginekolog ko'rigiga chiqing. Har xil dori vositalari yordamida sutni ko'paytirish usullarini ginekolog sizga tavsiya beradi. Shunaqa ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying.